Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgdan hammaga salom. Tinchmisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Yana bir bor. O'zbekistonda havolar qalay bo'lyapti? Iqlim o'zgarayotgani nimasiga? Rossiyada ham juda ham qor kam. Mana kechasi qor yoqqan edi, уже erib ketdi. Chunki +5, +8 shunaqa bo'lyapti. Eng muhimi sog'lik. Issiq havo ham, sovuq havoga ham inson ko'nikar ekan baribir. Eng muhimi oilamiz tinch bo'lsin, bolalarimiz sog' bo'lsin. Masalan, har xil farzandlar ko'raman, kasal bo'lgan, qiynalayotgan, operatsiyaga muhtoj. Qani sharoit bo'lsa, hammani yordam qilgisi keladi. Lekin qo'limiz bilan qila olmasak ham, masalan, duo qilib, yaxshilik qilsak, bo'laveradi deb o'ylayman. Men hayron qolyapman-da, oldin Instagramga kirmagandim. Где-то shu 1 yil buyog'ida Xitoyga borib kelgandan keyin, Valbersda ish boshlaganimdan keyin, Instagramda yurgizishni boshladim. Чтобы brendimni reklama qilish uchun, o'zimni tovarimni reklama qilish uchun. Lekin bu yerda har xil mavzular, har xil nimalar, men hayron qolyapman-da, astag'firulloh. Bu oxir zamon alomat.